aniq bilaman. Maktab paytida bu bulochkalarni sevib iste'mol qilgansiz. Videoga bitta like bossangiz, maktabdagi ta'mni qaytarish bilan birga idealniy oshirma xamirni 3 ta sirini ham o'rgataman. Idishimizga videoda ko'rsatilgan masalliqlarni ketma-ket solib olamiz. Aniq masalliqlar miqdorini opisaniyada yozib qoldiraman. Oshirma xamiriga sut bilan suvni tengma-teng miqdorda solsangiz, teksturasi juda ham yengil va juda ham yumshoq bo'ladi. Drojani oxirida solamiz. Venchikda bitta aylantirib, undan keyin bir piyola unni solib, yana venchikda yaxshilab aylantirib olamiz va undan keyin qolgan unni solib xamir qoramiz. Qo'lga yopishadigan xamir holatiga kelganida ozgina o'simlik yog'idan solamiz va yaxshilab ishlov beramiz. Bu usulda tayyorlasangiz, xamiringiz 30 daqiqaga qolmasdan oshib chiqadi. Men ustiga bezatish uchun xohishga ko'ra krushka ham tayyorladim. Xamirimiz oshib chiqqandan keyin uni 100 grammli bo'laklarga bo'lib olamiz va ozgina videoda ko'rsatilganidek qilib yoyamiz va yana 10 daqiqa dam beramiz. Nachinkasi uchun tvorog va saxarning pudrani mikser qilib olamiz. Chiroyli bo'lib oshib chiqqan bulchkalarimizni o'rtasini stakan yordamida teshikcha qilib olamiz. Tvorojniy massamizni konditor meshog'iga solib, uni o'rtasiga solib chiqamiz. Ustiga tuxum suri va oldindan tayyorlab olgan krushkamizni sepamiz. 180 gradusda 20-25 daqiqa davomida usti chiroyli tillarangga kirguncha pishirib olamiz. Bolaligimizda, ayniqsa maktab paytlarida barchamiz sevib iste'mol qilgan bulchkamiz ham tayyor bo'ldi. Maktab paytida sizning eng yaxshi ko'rgan yeguligingiz qaysi bo'lganini kommentariyada yozib keting. Balki keyingi safar o'sha taomni tayyorlab ko'rarmiz.